Всем привет, do'stlar! Otang buzar, onang buzar deb Chorsu bozoriga ham tushib oldik. Birinchi bo'lib mevalarga ko'z tushdi va u yerdan apelsin va olmalarni oldik. Keyin bu yoqdan kolbasa va bu yoqdan banan sotib oldik. Keyin bu yoqdan esa saharlikka xurmo oldik. Shu bilan bozor ichkarisiga kirib ketdik. U yoqdan ukrop, kashnish, gulkaram, chesnok, karom oldik. Shunaqa artilgan chesnok oldik. Bu yoqdan esa qurt choy oldik. Mevali choy hammaga yoqsa kerak menimcha. Meva mazasi kelib tursa qanday zo'ra. Keyin bu yoqdan esa gorох, mayonez va zugushovka sotib oldik. Shu bilan gumbaz ichiga kirib ketdik. Har doimgidek gumbaz ichiga kirganda birinchi bo'lib go'shtli narsalar turadi. Go'shtlar turadi to'g'ri. Keyin bu yoqdan biz yaxshilab qarab mol go'shti va tovuq grudinkasidan oldik. Keyin bu yerga biz esa magiz va yong'oq olgani keldik. Chunki magiz qolmagandi rostdan. Keyin bu yoqdan shunaqa qilib kilo qilib tortib oldik. Magiz olgani asli ikkinchi etажga chiqib olgandik. Shunaqa qilib bitta xola limon sotib turgan ekanlar. Ulardan 3 ta dona limon va lavr bargi oldik. Keyin bu yoqdan morkovcha va sho'r-bodring oldik. Chunki bu yerdagi morkovchani mazasi juda ham zo'r ekan. Shu yerdan oldik, sho'r-bodringga qo'shib biz bu yoqda funchuza qilamizmi, qilmaymizmi, jilka olsam ekan deb o'ylab turgandik, lekin baribir jilka oldik. Shunaqa qilib bu yoqdan bitta murchov oldik 100 gramm. Keyin bu yoqdan svejiy bodring oldik. 1 kilogramm sabzi oldik. Keyin bularni ukam oldiga tashlab kelamiz deb ketayotgandik. Yo'lda lavlagi ko'rib qoldik. Lavlagidan ham olib qoldik. Keyin 2 kilogramm kartoshka ham oldik. Shu bilan ukam oldiga yana qo'yib kelamiz dedik. Ukam o'zi ayta qoldi. Charchab ketdim, mana shu yerda turib tura qolay dedi. Oxiri mayli bo'pti dedi. Sana oldinga qo'yib ketamiz dedi. Qo'yib ketdik shunaqa qilib. Shu payt ukam ustidan kulgandim, charchab qoldim deganiga, keyin oyim ikkalamizni ham tashlab ketib qoldi. Shu bilan gumbazni oldida turib-turdik 10 minutcha turgan bo'lsak, shu atrofda o'zi ham koreys va xitoyliklar gumbaz ichiga rosa ko'p marta xarajat qilgani kirib chiqib yurganidan guvohi bo'ldik va shuncha xarajat qilib oldik. Bo'lmasam yarmidan ko'p xarajatni o'zi uyda turibdi. Qilib qo'yganmiz, mayda chudalarni olgani kelganimizda o'zi shuncha bo'lib ketdi. Voy dod dedik-da. Shu bilan tugadi dedik va Chorsuni tark etdik. Paka dedik Chorsuga. Agarda shu videoyim sizlarga yoqqan bo'lsa, like, podpiska va kommentariy yozishni unutmanglar. Xitoyliklar O'zbekistonda ko'p yurishiga nima deysizlar? Fikringizni izohlarda qoldiringlar. Biz ham o'zimiz tomonga yetib keldik va hammaga paka.